Siz ularga gapirib berish uchun ko'zingiz ko'rgan narsani gapirasiz. Shundaymi? Ko'zingiz nimani ko'rdi? Nimani ko'proq ko'rdi? Kavani ko'rdimi, do'kondagi narsani ko'rdimi? Yoki mehmonga chiqmadingizmi? Siz ko'rganingizni gapirasiz. Sharoit qanday desa, nima deyishi? Sharoitmi? Ka'batullohning eshigi ochiq ekan. Biron bir odam to'xta, sening gunohing ko'p, kirma bu yerga demas ekan. Kirgizar ekan. Qancha gunoh ko'p bo'lsa ham kirgizar ekan. Ket demas ekan. Qancha namoz o'qisangiz birov nimaga buncha ko'p namoz o'qiyapsan demas ekan. Yig'lab bo'lsangiz nimaga buncha yig'laysiz demas ekan. Sharoit shunaqa ekan.